o'tkazdingmi? Oyi, men hozircha mashq qilyapman. Voy, ana yana muammo. Sen o'qishing kerak, futbol o'ynab yuravermasdan. Men o'qishni xohlamayman. Men kuchli bo'lgim keladi. Ketdik, futbol o'ynaymiz. Qayerga ketyapsizlar? Futbol o'ynagani. Yo'q, sen yana muammo chiqarasan. Men qo'ndim. Avaz, sen qayerdasan? To'plandik bolalar, kelinglar. Qani, Kartani och. mana bu tomonga. Voy, qayerga tashlab ketdi? Ana bu tomonga boringlar. Voy, barakalla bolakay. Sen katta bo'lsang, soldat bo'lasan. Men Voy, men soldat bo'laman. hech qanaqa soldat bo'lmaysan. Nimaga? Axir o'qishing bor-ku. Men o'qishni istamayman. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Salomatlik tilayman, o'rtoq boshliq. Sen kimsan yana bolakay? Kimning bolasi? Men Dilshodman. Ha, taniyman. Yaxshi oiladan nima qilmoqchisan bu yerda? Men harbiy xizmatda qatnashmoqchiman. Xizmatga, seni harbiy xizmatga olishmaydi. Bor, tezda uyingga bor. Oyingga telefon qilmasimdan. Havodan privoga. Qani ko'cha bolalar, mening ismim Botirov. Mening ismim Botirov. Qani kim erkakcha xizmat qilishga tayyor? Qani kim? Men tayyorman. Ha, nimayam derdim. Qani ketdik unda. Dilshod. Dilshod yo'qolibdi. Alo? Alo, Dilshod. Yo'q. Yo'q, ko'rmadik. Dilshod. Dilshod? Yo'q. Alo, eshitaman. Ha, tushunarli. Dilshodmi? Ha, yaxshi. Hoziroq qidiruvga beramiz. Dilshod o'g'lim qani? U harbiy xizmatga ketdi.
Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bu Yana kim? kim yana? Bu harbiy xizmatga kelgan. Harbiy xizmatga voy sharmanda bo'ldik. Yosh bolani olib kelibdi harbiy xizmatga sharmanda. Salomat. Bolaligimiz o'tib Esingdanmi? ketdi. Do'stim. Hoy, Xo'sh, dangasa tekin xo'rlar, nega tozalik ishlarida qatnashmayapsiz? Tushunarlimi? Barcha qatnashsin. Tushunarlimi? Tushunarli. Tfu. O'zcha mayorman deb katta ketadi. Men ham mayor bo'lib olay, o'shanda ko'rsatib qo'yaman. Salomatlik tilayman. sen yana kimsan? Men Dilshodman. Esingizdan men sizga yo'l ko'rsatib yuborgandim. Ha, Dilshod. Ha, tanidik. Qaysi zamonlar uchirdi? Men sizlardek askar bo'lishni istayman. Bo'lishni? Ha, bizlar bo'lishni istaydi. Yordam beramizmi? Ha? Albatta. Sen bizday bo'lish uchun bizni aytganlarimizni so'zsiz bajarishing kerak. Xo'p. Harbiy xizmatga eng muhimi bu tozalik. Tozalikni saqlasang, o'shanda bizdek askar bo'lib yetishasan. Esingdanmi? Yoshlik. Damlar. Barakalla, askar bo'lishga tayyorsan. Xo'sh, tekinchi, yaramaslar. Kim bu binoni portlatdi? Sen nega yosh bolaga qurol berding, nomard? Men qachon soldat bo'laman? Nima? Seni bular aldashibdi. Askar bo'lish uchun tozalik shart emas. O'zim o'rgataman senga askar bo'lishni. Tushunarlimi? Assalomu alaykum oyijon. Men harbiy xizmatdaman, sirli o'rmonda. Qayerda harbiy xizmat? Bilmadik. Qayerda sirli o'rmon? O'rmonlarning barchasi sirli. Nimayam derdik, izlaymiz. Salomatlik tilayman, o'rtoq general. Bu yerlarda nima bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Binoyimizning teng yarmi portlab ketdi. Nimaga teng yarmini portlatdinglar? Oxirgacha portlatib qo'ymadinglarmi? Kechiring, qaytalanmaydi. Ha, bu yerda hech narsa yo'q. Balki bir piyola choy icharmiz. Qanaqa bir o'lchol? O'tma qaqa. Sen nima qilyapsan, bolakay? Bo'yayapman. Bo'yayapsanmi? Ha, shunday bo'yayapman. Sen noto'g'ri bo'yayapsan. Berib tur menga, ko'rsatib beraman qanday bo'yashni. Mana shunaqa qilib bo'yaydi bolam. Men ham yoshligimda ko'p ko'katlarni bo'yaganman. Charchadim. Ko'rdingmi bolakay? Chiroyli chiqibdimi? Yoqdimi? Ha, judayam go'zal. Ha, judayam yoqdi. Faqat shu Nima shu? Xafa qilishyaptimi? Sherzand, nima xafa qilyapsiz? yo'q, men parashyutdan sakrashni istar edim. Nima siz yosh askarlarga parashyutdan sakrashga ruxsat bermayapsiz? Men seni hozirchi ishdan bo'shatib yuboraymi? Bar yo'qol.
Bor. Paraşüt bilan samolyotni tayyorlang. Vaa! Dilshod, bu yana qanaqa fokus? Nima fokus? Qanaqa fokus? Sen pastga tushishni o'rniga tepaga ko'tarilyapsan-ku. Pastga tushdi. Vesim yetmayapti, yengillik qilyapman. Boshim. Xo'sh, senga vesing yetmaydigan. Bolakay, yana o'qish, senga faqat o'qish va yana o'qish kerak. Hayodam. Hayodam. Meni eshityapsizmi? O'g'lim qayerga ketganini ko'rmadingizmi? Ha, ko'rdim. To'g'riga. To'g'riga deganda qaysi to'g'rigaligini so'rashgan ya'ni u. Ya'ni ketishaveradi o'zlaridan o'zlari. Ha. Pul bersa aytaman qayerga ketganini, bo'lmasa aytmayman shunaqa. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ay! 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Oy! Menga ham ochishga beringlar. Yo'q, sen yosh bo'lasan hali. O'rganib tur. Sayılmadı. Oba! Avaz. Avaz. Avaz, oshna, dur. Oshna. Nima bo'ldi? Nimadir qattiq deydi-a, cho'ta. Boshim og'riyapti. Yomon mo'ljal yoladi ekan, ha? Shunaqa. Qayerdanam o'zim uyaga keldim. O'zi nimagam bu yerda turibman. Qayerdanam keldim. Hayya! Ay! Hayya! Ah boshim. Voy. Hayya! Au! Biz buni odam qilamiz. Yo, u bizni yo'q qiladi menimcha. To'g'rimi? Birinchi mashq. Parashyutdan sakrash. Qani, meni tortasan. Ket. 1 2. O Mahki. Bunga nimadir yetishmayapti, cho'ta. Bo'y yetishmayapti. To'g'ri aytasan. Bo'y o'stiramiz. Davay, ket. Tort yaxshilab. Tort. Tam. Mana. Tayyor. Menimcha ozgina semirtirish kerak. Mana ovqat. Qani, og'zingni och. Hop. Shirakami? Ma och. Ko'p ye. Hop, hop.
Mana buni yechib tashla. Ana. Endi haqiqiy soldat bo'lding. Ikkinchi mashq. Parashyutdan sakrash. Qani? Hammasi tayyor. İyi. Ana, O'xshadi. hammasi o'xshadi. Shu nimagadir ko'nglim notinch. Shu Dilshod yana bir g'alvani boshladi-yu. Shunaqa. Aytdim-ku, Dilshod bir g'alva boshladi deb. Shunaqa. No, 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 no. No, no, no. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. O't. Nima gap? Yana Dilshodmi? Dilshod, nishonga tegdi. Nahotki? Tezda bu xabar berish kerak. Alo, Dilshod nishonga tegdi? Bo'lishi mumkin emas. Alo? Alo. Ha, alo. eshitaman. Nima? Dilshod? Nimaga tegdi? Nishonga? Ha, yaxshi. Hamkasblar, bizning harbiy bazada Dilshod degan bir bola nishonga to'shni uribdi. Yangi rekordni yangilabdi, rekord qo'yibdi. Shunaqa. Dilshod! Dilshod! Tez pastga tush. Hozir kaltaga yeysan. Bo'l. Men senga bolaga baqirma deganmidim? Mana senga yana bir marta baqirganingni ko'rsam, seni. General, yangi xabar. Qanaqa xabar? Barcha askarlar bir yerga to'planib kuchini sinayotgan. Sinaydi ekan. Qani unda qatnashamiz. Dur. Qadrli askarlar, sizlar bu yerga o'zingizning kuchingizni sinash uchun to'plandingiz. Xonim, Dilshod topildi. Qayerda ekan Dilshod? Mana bu yerda. Hurmatli askarlar, barchangiz juda ham faol qatnashdingiz. Lekin g'olibni ana u toqqa chiqqan birinchi askarlar egallaydi. G'oliblikni istaysizmi? O'sha toqqa chiqing.
Biz hammadan oldinlab ketdik. Botir, ular bizdan oldinlab ketishdi. Maxfiy qurolga o'tamiz. Ular g'irromlik qilishyapti-ku. Bayroqni bering menga, ular oldinlab ketishyapti. Mayli, va qo'la qol. Ushla. Ular g'irromlik qilishyapti-ku. Jim o'tir. Dilshod. Yo'q qilinsin. Voy. Dilshod. Yo'q qilinsin. Mana Yes! Men unga ishonar edim. Barakalla Dilshod, sen senga bilan ishonardik, faxrlanamiz. faxrlanamiz. Dilshod yutdimi? Ha, Dilshod yutdi. Oyi, Siz kimsiz? qoching. Biznikilarga hujum qilishyapti. Dilshod, cheskga o't. Dilshod? Dilshodmisan? Dilshod? Dilshod o'g'lim senmisan? Ha, menman. U juda ham zo'r askar. Toqqa qo'rqmasdan bir o'zi chiqdi. Shunaqa robot bilan jangda ham g'olib bo'ldi. Oyi, men askar bo'ldim. Nima? O'qishingchi? Men o'qishni istamayman. Uni To'xtataylikmi? sog'inaman. Lekin To'xtataylikmi, shef? yo'q. Nima uchun to'xtatish kerak? Jim o'tir.